Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 2026-yilda qancha gaz va elektr energiyasi tejalishi belgilandi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda 2026-yilda 4,3 milliard kilovat-soat elektr energiyasi va 2,8 milliard kub metr tabiiy gazni tejash rejalashtirilgan. Bu prezidentning 30-aprelda kuchga kirgan farmonida belgilandi. Ushbu maqsadga erishish uchun iqtisodiyot tarmoqlari hamda ijtimoiy soha obyektlarida energiya samaradorligini oshirish, energiya tejamkor texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish ko'zda tutilgan. Hududlarda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar natijasida uy-joylar va ijtimoiy obyektlarda energiya samaradorligini oshirish orqali 2,6 milliard kilovat-soat elektr va 934,4 million kub metr gaz tejaladi. Quyosh va shamol elektr stansiyalarida qo'shimcha 4,3 milliard kilovat-soat yashil energiya ishlab chiqarilib, 1,3 milliard kub metr gaz iqtisod qilinadi. Mahallalarda kichik quyosh stansiyalari o'rnatilishi orqali 35 million kub metr gaz tejaladi. 25 ta yirik korxonada samarali foydalanish hisobiga 1,6 milliard kilovat-soat elektr va 533 million kub metr gaz iqtisod qilinadi. Shu bilan birga energiyani tejash maqsadida iste'molchilarni tarmoqdan uzish yoki cheklov qo'yish amaliyotiga yo'l qo'yilmaydi. 2026-yil 1-iyuldan boshlab davlat tashkilotlari va ijtimoiy soha obyektlarida quriladigan yoki rekonstruksiya qilinadigan binolar energiya samaradorligining kamida C toifasiga ega bo'lishi shart bo'ladi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi Energetika vazirligi bilan birgalikda energiya sarfi me'yorlaridan oshgan davlat obyektlarida xalqaro standartlar asosida energiya samaradorligini oshirish dasturlarini joriy etadi. Shuningdek, 2026-yil 1-avgustgacha turli obyektlar uchun energiya samaradorligini bo'yicha etalon ko'rsatkichlari joriy etilishi rejalashtirilgan. Samaradorlikni oshirgan obyektlar rag'batlantiriladi. 2026-yil 1-sentyabrgacha esa ushbu yo'nalishdagi loyihalar uchun xalqaro moliya institutlaridan 200 million dollar jalb qilish ko'zda tutilgan. Eslatib o'tamiz, Energiya samaradorligi milliy agentligi 2025-yil aprel oyida tashkil etilgan bo'lib, sohada yagona davlat siyosatini yuritish uning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.